Yunusobod 15-kvartalda joylashgan 97-maktab yonginasida 5 etajli 5-etajda 5 xonali xonadonimizni sotuvga chiqqan. $90 ming baholanamiz, mebel texnikalari kelishilgan holda qoldiriladi. Pastda egalarning nomerini qoldiramiz. O'zingizlar batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Xonadonimizni sizlarga ichkari qismi bilan tushuntirib beradigan bo'lsak, kirganimizda biz zalimizda joylashgan bo'ladi. O'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. O'zingizlar ko'chaga qaragan oynasi bor. Yonginasida detskiy spalnimiz, o'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. O'rtancha remont holatidagi xonadonimizda hamma qulayliklari bor. Bu yog'imizda o'zlari shkaf qo'yishgan. To'g'rimizda detskiy spalnimiz bo'ladi. Ko'rib baho berasizlar. Hamma qulayliklari bor. Xonalarimizda yorug', shinam, keng qo'yilgan. Yonginasida zalimiz bo'ladi. Bitta baho beringlar. O'rtancha remont holatidagi hamma qulayliklari bor. Bu yog'imizda взрослый spalni bo'ladi. Mebel texnikalari bilan ko'rib o'tishinglar mumkin. Hamma qulayliklari bor. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Uylarimizda yorug', keng, shinam qo'yilgan. Umuman gaz, suv, svet, kanalizatsiya umuman muammosiz. Bu yoq tarafimizda sanuzel bo'ladi, отдельно qilib qo'yishgan. O'zingizlar oshxonamizni bitta ko'rib baho beringlar. Hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosiz. O'zini bitechkalari ham bor. Endi balkonimizni ko'rib baho. Endi o'zingizlar balkonimizni ko'rib bitta baho beringlar. Hamma qulayliklari bor, shart-sharoitlari zo'r, toza havoda. Keng, har bitta xonani o'zini yorug'lik darajasi ideal darajada bo'lgan xonadonimiz. Yunusobod 15-kvartalda joylashgan 97-maktab yonginasida 5 etajli 5-etajda 5 xonali xonadonimiz sotuvga chiqqan. Narxi $90 ming baholanamiz. Pastda egalarning nomerini qoldiramiz. O'zingizlar batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.